Qiz bolani qizligida qilgan niyati juda ham muhim ekan. Meni o'zimda lichna turmushga chiqishimdan oldin qilgan har bitta niyatim tochka virgulgacha amalga oshgan. Allohim shu darajada berganki, men keyin даже afsus qilganman, ko'proq narsa so'rolmaganimga. O'yimdaqa so'rolmagan ekan, moment bo'ladi-ku, hali sahobalarda ham agar siyratga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir gapirayotgan paytlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu odam uchun men hamma boyligimni berdim, menga jannatni va'dasini olib beralasizmi Robbimdan deb momentida urib olishganki, duolar ijobat bo'ladigan payt kelib qolar ekanda. Ashunaqada hali afsus qilar ekansiz. O'shaning uchun men qiz bolalarga tayinlab aytgan bo'lardim, doim niyatlaringni to'g'ri qilinglar. Nimani xohlayotgan bo'lsangiz, tochka virgulgacha so'ning Robbim. Qiz bolani qizligida qilgan niyati juda ham muhim ekan. Meni o'zimda lichna turmushga chiqishimdan oldin qilgan har bitta niyatim tochka virgulgacha amalga oshgan. Allohim shu darajada berganki, men keyin даже afsus qilganman, ko'proq narsa so'rolmaganimga. O'yimdaqa so'rolmagan ekan, moment bo'ladi-ku, hali sahobalarda ham agar siyratga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir gapirayotgan paytlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu odam uchun men hamma boyligimni berdim, menga jannatni va'dasini olib beralasizmi Robbimdan deb momentida urib olishganki, duolar ijobat bo'ladigan payt kelib qolar ekanda. Ashunaqada hali afsus qilar ekansiz. O'shaning uchun men qiz bolalarga tayinlab aytgan bo'lardim, doim niyatlaringni to'g'ri qilinglar. Nimani xohlayotgan bo'lsangiz, tochka virgulgacha so'ning Robbim.